Salam. Bütün dünyadaki barlık Şarkı Türkistanlık ve Uyguristanlık qarindoshlarım. Hammanglarga samimiy salam yollayman ve ali ehtiram bildiraman. Men bugun bu sahnaga vatanimiz Şarkı Türkistan Uyguristanning 33-yili 44-yili tajovuzchilarni qo'g'lab chiqarib mustaqil davlatimizning bayrog'ini tiklagan bir kunini sizlar bilan birga tabriklayapman. Dunyodagi barliq qarindoshlarimni tabriklayman. Va yanıla şu qo'ldan ketgan davlatimizni pat fursat yaqin soatda aş minglagan, milyonlagan qarindoshlarimizning qon berib, jon berib aş bayroqni tiklagan davlatimizni asliga akilish uchun cho'qim biz amalga oshirish uchun bu kurashni davomlashtirib amalga oshira oladiganligimizga ko'zim yetdi va ishonaman. Ham 11-oyning 12-kuni shu mustaqillik bayramimizni sizlar bilan birga tabriklayman. Bütün dünyadaki Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Sharq Turkistonda yashagan qarindoshlarim. Biz bo'libmi Jungo Kommunistik Partiyasi besib olgandan keyin 70 yildan beri mayli bizning Uyg'urlardagi, Uyg'ur siyosatchilaridagi xatoliklar bo'lsin. Mayli bizning inqilobchiligimizning xatoligi bo'lsin. Mayli uning ortiqchiligi bo'lsin. Aş davlatni asliga akagan va qo'ldan ketkizgan shu kunni xotirlash jarayonida o'tkazgan xatoliklarimizni tajriba qilib, vatanimizni ozod qilish uchun cho'qim har bir qadamimizda ehtiyot bilan besishga chaqiraman. G'albi qilgan qarindoshlarimizning tajribalarini o'rganib, biz olg'a qarab minishga chaqiraman. Qarindoshlar, bizning vatanimiz cho'qim mustaqil bo'ladi. Suv oqqan eriqda oqidi. Hergiz hiç kaçan tajovuzchilar her qandaq imperiya bo'lib ketsa-mu, boshqalarning mangulik zaminini besib ololmagan. Oxir bir kuni ya o'zi chiqdi, ya shu zaminning egisi qo'g'lab chiqirdi, yoki dunyoning vaziyati besim qiladi. Men ishonamanki, biz yaqin kelgusida osh lagerda yotgan qarindoshlarimizni, turmida yotgan qarindoshlarimizni, azon qulluqda yotgan qarindoshlarimizni va osh o'ylarga mahkum bo'lgan qarindoshlarimizni qutuldirib, Sharqi Turkistonni va Uyg'uristonni yaqin kelgusida ozod qilib, bayrog'imizni tiklaymiz. Menmu qancha qirib ketgan bo'lsam-mu, sizlar bilan birlikda bordiganligimga ishonaman. Shunga hammanglarning oldimizda kelayotgan davlat bayraminglarni tabriklayman va oilanglarga xotirjamlik, baxt, saodat tilayman. Pat fursat yaqin soatda vatanimizda ko'rishimiz uchun Allohdan so'rayman. Rahmat sizlarga.